4-chi mavzedan bir xonalik birinchi etajda uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Narxi 25.500 dollar. Kiring ko'rsataman. Mana kirib keldik. Mana shunaqa kichkinagina holcha, to'g'rida zal. O'zi bir xona uy, bunaqa katta uy ham emas. Remontlari yaxshi. Uyning ichida faqat gilam pardasi qoladi, отопление bor, issiq suv, sovuq suv bor. Mana bu yerda balkoni, oshxonasini balkonga chiqargan. Balkonchasi ham chiroyli remont qilib qo'ygan. Kirib yashasa bo'ladi. Endi bilaman sizlarga bundan ham zo'ri kerak, shikarni uy xohlaysizlar sizlar. 25 ming dollarga 5 xona, 6 xona lyuks uy bo'lishini xohlaysizlar, lekin bunaqa uy emas, afsuski. Mana bu yerda oshxonasini detskiy xona qilib qo'ygan. Polaponcha ertaga maza qilib uxlaydigan xona bu. Sanuzel bulardagi общий bo'ladi. Hojatxona, vannaxonasi bitta xonada joylashgan bo'ladi. Boya aytganimdek, ariston, issiq suv, sovuq suv, отопление hamma narsasi mavjud. Uyning remonti hamma joyi ham emas. Bir ikkita joylari yaxshi qilingan, bir ikkita joylari o'zlarining kelajakda xohlagandek qilib olasizlar. Uyning narxini boya aytib o'tib ketdim. Past o'zim raqamni qoldiraman. Shunday qilib bog'lansalaring, barakasini qilib beramiz. Ko'rishguncha.